Juda ham ko'pchiligi Korean magazinlarini ko'rsatganim yo'qar ekan. Bugun sizlar bilan Siyu magaziniga mayda-chuda narsa olgani boramiz. Ko'cha juda ham sovuq, yuzimizni chaqib olmasligi uchun yuzimizni namlab olishimiz kerak bo'ladi. Voy, magazinga chiqish uchun shuncha harakat bo'lsa, endi oliftali o'tmaydi, shapka kiymasak ham bo'lmaydi. Va oxirgisi eng kerakli narsani olib magazinga qarab yo'l olamiz. Bozorlikni ham tugatdik. Menga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videoda nimalar olganimni ko'rsataman.